Bugungi sanamiz 30-yanvar. 30-yanvarda biz eng qilgan muhim ishlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, hamma juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Bizga bitta obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ying, bu biz uchun juma tabriki deb hisoblaymiz. Bu videomiz ko'p savollarga javob. Bu dekabrda qaysi payt ekkan juda ham ma'qul. Dekabr, yanvar yoki fevral. Shu savolga sizlarga qo'limizdan kelgancha javob berishlikni niyat qildik. Biz o'z videolarimizni boshladik. Biz 30-yanvargacha eng qilgan muhim ishlarimiz shu bo'ldiki, tezda havo asib ketishligini bilganimiz uchun simlarimizni va agrovraglarimizni sirazi olib tashladik. Chunki bularni biz tezda ipga olishlikni maqsad qildik. Xudo xolasa dushanba kunidan havolarimiz ilib ketar ekan. Bu esa biz juda ham xursand qildi, chunki ming isitmang, ming zo'r vitaminlar bermay quyoshning o'rnini hech narsa bosa olmas ekan. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi juda ham chiroyli, ajoyib holatda, lekin gulshonalarda ozgina muammo desak bo'ladimi, lekin rivojlanishi mana shunaqa sekin ochilmaganlari juda ham ko'p. Lekin Xudoga ming qatla shukur, videomiz boshida ko'rsatib o'tganimizdek tugaganlari ham bor. Endi 5 qo'l barobarmas deganda har bitta ko'chat har xil katta bo'lyapti. Bu endi Xudoning bir yaratgan ne'mati. Bunga biz umuman aralasha olmaymiz ham, qo'limizdan hech narsa kelmaydi ham. Lekin xursand qilayotgan tomonlari juda ham ko'p. Pomidorimizni mana shunday gullab, gulshonalari juda ham ajoyib surganlar bu. Mana shunisi Xudoga shukr, mana tuyib qo'ygan. Bu esa nishona juda ham xursand qiladi odamni. Xudo bu mehnatimizning samarasi, bu Xudoning bergani. Xudo xolasa qolganlariga mehr bersak, asta-sekin hammasi gullab, bir-birlariga yetib oladi. Buning uchun bizga juda ham quyosh zarur. Quyoshni juda ham kutyapmiz. Xudo xolasa bugun ham bulutli, ertadan Xudo xolasa shanba kunidan ham sal ilishni boshlayotgan. Dushanbadan kunduz kunlik 10 ga, kechqurunlik +2 ga o'tar ekan, yerdan ham amal kelib qoladi, ham tepadan. Keyin pomidorlarimiz Xudo xolasa eplab bo'lmay qolsa kerak deb o'zimiz xursand qilib yuribmiz. Bitta mana shu chekkada bitta masala bor. Pomidorimiz chekka tomoni juda ham sovuq. Sovuqligini qayerdan bilsak bo'ladi? Pomidorimiz mana qaychib ekan bu bo'lgan. Imini mana shu tomonda bor, lekin mana bu na qaychi barg bo'lgan, na bir boshqa narsa bo'lgan, lekin hech narsa bo'lmagan. Imini mana shundan qaychi barg bo'lgan. Bunga bu sabab nima? To'g'risi men umuman tushunmay qoldim. Lekin bu sovuq ta'sir qilganmi, nima bo'lgan bilmayman, lekin gulshonalarni qarang kattaligini. Mana bu tuyibdi. Mana bunisinikini qarang, mevasi bor. Birinchi boshida qilgan video mana shu gulshonalar zo'r tuygan. Bu issiqdan ko'ra bu oldindi. Yo bunga quyosh devor tomonidan quyosh nuri ko'proq tushganligi sabablimi, nima sabab bilmayman, lekin tanasi nozik, lekin gulshonalarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bitta shumi dishlayim mumkin, mana sizlarga sekin yurib ko'rsataman. Hammasi mana buni qarang. Mana ikkinchi gul ham shu ajrab va shu dahshat bo'lgan. Mana buni qo'yib, mana qaychibak bu bo'lgan. Lekin gulshona va shu dahshat, mana shu ham tuygan. Ikkinchi gul ham shu gullashga o'tgan. Lekin buni papalab issiqlik qilgan tomonimiz gulshona. Endi mana birinchi guli va ikkinchi guli, lekin orqada tana baquvvat. Rangi vahsha ajoyib. Na qaychi barg bo'lgan, na boshqa narsa bo'lgan. Hammasi joyida. Lekin to'g'risi men bunga umuman tushunmadim. Mayli, Xudoga shukr qilib, ishimizni davom ettiramiz. Biz pomidorimizni mana shu chekkadagi qatordan ruhlangan holatda pomidorlarimizni kechga payt salqin ushlashlikka niyat qildik. Salqin deganda 10 dan tushirganimiz yo'q. Endi bir zapravka qilayotgan paytimiz bir tushib ketib qolishi mumkin, lekin ungacha umuman pasaytirganimiz yo'q. Shu 10 dan 11, 12, 12 dan umuman oshirganimiz yo'q. Mana shuni ushlashga niyat qildik. Pomidor iminni alamina sorti bilasizlar, issiqqa juda bir yoqtiravermaydigan sort hisoblanadi. Sal qilib bulutli kunda ham zo'r rivojlanaveradi. Pomidorimiz birinchi gulxonaga kelguncha mana shu dahshat rivojlandi. Rivojlanishda mana shu gap so'z bo'lmadi. Lekin mana shu gulshonalari chiqqandan keyinmi, gulshonalar rivojlangandan keyin shu quyosh nuri o'ta ko'p kerak bo'ladimi bilmayman, lekin rivojlanish sekinlab qoldi. Bunisini ko'rsak bo'ladi, mana gulshonalarimiz baquvvat, chiroyli katta bo'lyapti. Ikkinchi gulxonasi, uchinchi gulxonasi ham ko'rinib qolibdi. Tanalari, bo'ylari va shu zo'r holatda. Shu gullash jarayonigacha zo'r ketaverar ekan. Zo'r ketaverar ekanda gulshona ushlab, gulib ochilishni boshladimi, demak bunga pomidorga juda ham quyosh juda ham kerak bo'lar ekan.
balki buni biz bir e'tibor videolarimizni ko'rib borgan bo'lsalaring biz aytib o'tdik, biz pomidorimizga jicha ko'p suv berib olganligimiz sababli nam ko'payib ketganligi uchunmi rivojlanish jicha sekinlab qoldi. Imini gulxonasida bu sezilib qoldi. Lekin bu o'zi tabiiy shunaqadir. Bunisini to'g'risi biz bilmadik. Lekin qo'limizga kelgancha barglaridan har xil vitaminlarni sepdik, rivojlantirishga harakat qildik. Buni pomidorlarimizda ko'rib tursangiz bo'ladi. Ranglari hammasi ajoyib holatda. Endi qiladigan ishimiz quyoshlar chiqishni boshlagandan keyin mana shu yurayotgan yo'layimizni yana bir marta o'rtasini chopib chiqib, namini ketkizib, pomidorlarimizni bitta suvsatishlikni maqsad qildik. Bitta namini ketkazamizda, pomidorlarimiz suv bermaymiz, balkidan vitamin berib turamiz, lekin tagidan hech narsa bermasdan bitta yaxshilabmi bir suvsatishlikni maqsad qilib turibmiz. Xudo xolasa maqsadlarimiz shu. Pomidorlarimizni ipga olyapmiz. Xudo xolasa pastga olib tashlaymiz. Hozirgi holati ham salqin bo'lishiga qaramasdan forchkalarimiz ochiq. Termizlarimizni sovuq kelishini bilib tikib tashladik. Sekin asta yana ochishni boshlayapmiz. Quyosh rost mana chiqishni boshlasa, salafalarimizni sekin ochib tashlaymiz. Do'stlar, pomidorni qaysi payt ekish kerak degan savolga biz o'zimizcha fikrlab javob topdik. Bu pomidorni qachon ekish kerak? Yo dekabrdan oldin ekib, birinchi gullarini gullatib, ushlatib olish kerak ekan, yo yanvardan ekish kerak ekan. Biz shu nimaga qarorga keldik. Yo keyingi yil dekabrda ekmoqchi bo'ladigan bo'lsam, yo tuvakka zakaz berib, katta qilib olib kelib ekaman, yo shu o'zim olib kelib tuvaklarda katta qilib ekishlikni uni ham maqsad qilib turibmiz. Chunki dekabrda aytib o'tganimizdek gulshonagacha mana shu dahshatli rivojlanib, undan keyingi juda ham sekinlab qolar ekan. O'shaning uchun yo yanvarda boshida ekkanlar ma'qul ekan. Yanvarda boshida bir oy fevralgacha nimtatil quyosh chiqib, gulshonalarni rivojlantirib, tomirlarni rivojlantirib olasizda, undan oyog'iga keyin vasha tezlashib ketsa kerak. Shu ham maqsadga muvofiq. Buni ko'raylikchi, xudo xolasa agar zo'r effekt berayotgan bo'lsa, balki keyingi yil ham ekishimiz balki mumkindir. Baribir pomidor juda ham kun sanaydi. Buni o'tgan videolarimizda ko'rganlar ham bo'lishlari mumkin. Pomidorlarimiz juda ham tomiri vobshe zo'r rivojlangan. Buni tanalardan ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Xudo o'z kanalimizga kuzatib borsalang, birma-bir hammasini qo'yib boramiz. Biz pomidorlarimizni yotqizib chiqqandik. Qilayotgan maqsad birinchidan bo'yi pastligini ta'minlash maqsadida va bu yerdan tomirlari rivojlantirish maqsadida shunaqa qilib chiqqanmiz. Hozir ipga olish jarayonimizdan xuddi shunaqa bo'lyapti. Xudo xolasa kapini ishlaymizni bir 5 sm nariroqqa suramizda, tanasiga turpoq uyib chiqamiz. Bu esa xudo xolasa tomirlar otib, yana ham zo'r rivojlanishini oldini beradi. Mana shu pomidorimizdan mana sekin mana tomir otishlar sekin boshlanibdi. Xudo xolasa havo olishi bilan mana bu yerdan tomir otib ketsa, vobshe zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hammasi zo'r ketayotgani yo'q. Mana shunday pomidorimizda virus ham sezildi. Mana virusni ko'rib turibsizlar. Bu virusni ko'rgan zahotimiz sirasi biz nima qildik? Sirasi bargidan virusit sepdik. Bu esa virusimizni oldini olib, menimcha xudo xolasa to'xtatdi. Bu hozir g'ijim ko'rinib turgan bo'lishi mumkin, lekin bu to'xtagan. Chunki yangi chiqayotgan baklarimiz mana sog'lom chiqyapti. Bu virus to'xtadi. Virusit bilasizlar immunitetni juda ham zo'r rivojlantiradi va tomirlarni rivojlantirishiga ham juda ham katta hissa beradi. Va ranglari juda ham to'qarib, juda ham ajoyib holatga kiradi, lekin salqinli bulutli kunda yana ozgina ocharib qoldi pomidorlarimiz. Shu do'stlar, tagidan hech qanaqa vitamin bera olganimiz yo'q. Bargidan sepmoqchi bo'lyapman, lekin quyosh yo'q, bulutli kunda to'g'risi umuman foydasi sezilmayapti. Bargidan vitamin berganim bilan bir o'zgarish bo'lmayapti. Chunki quyosh bo'lmagandan keyin juda ham qiyin ekan. Shu sababli bunga hech narsa berganim yo'q. Shu bir marta virus sepganligimcha, xudo xolasa quyoshlar chiqishi bilan sekin yana har 3 kun, 4 kunda bargidan vitamin berishlarni boshlaymiz. Aytib o'tganimizdek, suvdan tiyamizda, ozgina suvsatib, mevasiga yotib olgandan keyin yana xudo xolasa 3 ta yigirmalarda menimcha ozuqalarni beramiz. Xudo xolasa mevalarni kattaytirib olishga yordam bergan o'g'itlarimizni ham birin-ketin beramiz. Do'stlar, shu biz eng muhim qilgan ishlarimiz mana shulardan iborat bo'lyapti. Biz qo'limizdan kelgancha hamma sabablarni qilyapmiz.
rivojlanishi, menimcha rivojlanish bo'lsa shu vaqtgacha mana shu ishlarni qilib bordik, qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilyapmiz, lekin bizga Xudo bergani, nasib qilgani shu ekan. Endi hozirgacha birinchi kunlari polniy changlab tuyib qo'yganda qani edi, agar вообще dahshat bo'lardi. Buni vaqt ko'rsatadi. Xudo xolasa balki yerdan amal kelib, tepadan quyoshlar chiqib qolsa, ham pastdan ham tepadan rivojlanib, menimcha baribir bu pomidorimiz oldinga o'tib ketsa kerak deb o'ylayapman endi o'zimcha. Chunki bu tomiri rivojlanib, azartda turibdi. Xudo xolasa havo isib ketishi bilan menimcha tezlashib ketsa kerak. O'zimiz shunaqa xursand qilib, dehqonchiligimizni olib boryapmiz. Xudo xolasa mana shu iplarni tortib tashlaymiz. Shu bilan havo berib, suv berib, choparlar qilinmaydi. Shu bitta suv sotib olamiz. Keyin qolgan ishlarini asta-sekin kanalimizga kuzatib borsalar ham qo'yib boramiz. Bizning kanalimizga bitta like, bitta obuna bosib qo'ying do'stlar. Biz qo'yayotgan videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. Biz kimgadir bir aql o'rgatib yormasak ham, qilayotgan xatolarimizni sizlarga aytib o'tsak, shu xatolarni qilmasalar, Xudo xolasa hammamizniki zo'r bo'ladi. Xudosi pomidori narxlari ham juda ham zo'r bo'lishini har bitta ekkan odam so'raydi. Zo'r bo'lib tursa bir 30 ming, 40 minglik payti qani endi 1 tonna, 2 tonna pomidor sotib olsak. Вообще dahshat ish bo'lardi. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring. Xudosi bu boshlanishi, xudo xolasa jonli efirlar qilamiz. Savol-javoblarni olib boramiz qo'limizdan kelgancha. Sizlardan ham o'rganyapmiz. Bizda ham bir foydamiz tepasa juda ham xursand bo'lamiz. Do'stlar, e'tibor uchun juda ham katta rahmat.